Salom. Kompaniyangizni qo'shishni yakunlash uchun mening ma'lumotlarim bo'limini to'ldiring va kompaniyadagi rolingizni tanlang. Manager. Agar sizning ismingiz incorporation hujjatlarida ko'rsatilmagan bo'lsa, lekin kompaniyaning kundalik ishlarini ichki boshqarsangiz, manager rolini tanlang. Direktor. Agar siz kompaniyani qonuniy ravishda boshqarsangiz yoki vakillik qilsangiz, direktor rolini tanlang. Biznesni boshqaradigan kompaniya asoschilari odatda rasmiy hujjatlarda direktor sifatida ro'yxatdan o'tgan bo'ladi. Bu rolni tanlaganingizdan so'ng, direktor bo'lgan rasmiy sanani kiriting. Shareholder. Agar kompaniyaga to'liq yoki qisman egalik qilsangiz, shareholder rolini tanlang. Siz shareholder bo'lgan sanani kiritishingiz kerak. Bu rol tanlangandan so'ng, pastdagi ulushlar maydonini to'ldiring. Bu maydon faqat shareholderlar uchun bo'lib, kompaniyadagi egalik foizingizni ko'rsatadi. Accountant. Agar kompaniyaning moliya yoki accounting ishlari bilan shug'ullansangiz, accountant rolini tanlang. Secretary. Agar bu lavozim incorporation hujjatlarida mavjud bo'lsa, secretary rolini tanlang. Bu kompaniyaning rasmiy tuzilmasining bir qismi hisoblanadigan yuridik rol hisoblanadi. Bu rolni tanlaganingizdan so'ng, secretary bo'lgan rasmiy sanani kiriting. Subcontractor. Agar siz kompaniya uchun ishlasangiz, lekin oylik maosh olmay, invoice orqali to'lov olsangiz, subcontractor rolini tanlang. Har bir subcontractor to'lov olish uchun invoicelarni kompaniya tizimiga yuklashi kerak. Agar siz construction sohasida labor sifatida ishlasangiz, subcontractor rolingiz uchun RCT funksiyasini yoqishni unutmang. Employee. Agar siz kompaniyada to'g'ridan to'g'ri ishlasangiz va maosh olsangiz, faqat employee rolini tanlang. Bu rol payroll processing uchun ishlatiladi va maosh oladigan barcha xodimlar employee sifatida belgilanishi kerak. Shares, foiz. Bu maydon faqat shareholder roli tanlanganda to'ldiriladi. U kompaniyaning necha foizi shareholderga tegishli ekanligini ko'rsatadi. Va bo'ldi. Barcha rollar to'g'ri belgilangandan so'ng, kompaniya sozlamalari yakunlanadi. Ko'rganingiz uchun rahmat.